Bismillahirrahmanirrahim. Javoonlar, muborak yigitlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birinchidan, soli jadidi 1404 va uni kunoriga Eid Said Fitr o'tgan ro'zalar hammasini chin yurakdan qutlug' bo'lsin deyman hammalaringga. Qarordir nog'alar shu bir rasm ravojuki bizga sobiqdan qolgan shu temamizga shu azruziga ta'sis qilib biz shu bilan zamon bilan tafrillar olamiz, bilan mela olamiz va xudoy xohlasa qaysi niyatliga ham yo'q. Faqat niyat shuki biz nima qilsak shu vahdatimizni hifz qilsak, nima qilsak shu javonlar insijom topsa va nima qilsak bir yaxshi shaklga inshaalloh bir tanavviy zindalik olib kelamiz. Oldin ketsak. Shu uchunga qarordir bir mela olsak, mana bu samti Hamorsoy bir yaxshi joy intihob qilganmiz. Oqshom bir tayyor javonlar bilan gapladik, maktabga bir tayyorlar bor edi va bir tayyorlar kelgan emas edi. Mana bugun oqshom inshaalloh libos olib maktab sarashanga javonlar kelishsin. Mana o'ltiramiz, gaplaymiz ko'proq va shu bir miqdor pul jamlaymiz. Vasilasi har kim o'zidan inshaalloh boramiz. Samti Hamorsoy panshanba ro'zi ertamdan vaqt boramiz. Bir musobaqa futbol ham tahya qilingandir, tadarik olingan musobaqa futboldan boramiz inshaalloh. Mana shu shaklda tavfiq qilib qaytib kelamiz. Ana bir tayyor javonlar xo'p bilamizki ketadilar, mas'ul bo'lsa mumkin bilan ularga va bir tayyorlar ham mumkin ishlari bo'lsa, bar surat xo'p mana shu ro'zi namozdir, ro'zi Eiddir. Tafriq qilib kelamiz. Xohladim shuni hammaga xabar bersam, inshaallohki javonlar jam bo'lsa, hammamiz borsak. Assalomu alaykum va rahmatulloh.